Salam qeyrindaşlar. Bizning ana til Uyg'ur to'piga ba'zi qeyrindaşlarimiz mush to'p yang echilganda kirgan, hozirgacha davomlashtirib nihoyat yaxshi o'rganyapti, yaxshi natijalarni qo'lga keltirdi, ham o'qish yozishda. Lekin o'ttirda kirganlar bor, oxirida kirganlar bor, yengdan kirganlar bor bu to'pimizda. Shunashqa ba'zi so'z jumlalarda ishlatilgan so'zlar ba'zi farqli bo'lib qoldi ekan. Ularning bir farqini ko'rsatib qo'yay dedim. Yana bizning o'rganayotgan boshdan tortib bor qarindoshlarimizningmi ba'zi harflarni almashtirib qo'ydigan ishlar ko'rinyapti. Bundaq bu sabab talaffuz qilinishi to'g'ri bo'lmaganligi uchun. Chunki uzun yillar rusning nimasi tug'andan keyin ba'zi talaffuzlarda sal o'zgarib ketib qoldi ekan. Shunashqa odamlar tilimizdagi talaffuz qilishga qilganda xato bo'lib qolgan. Ham bundan keyin qanday talaffuz qilganlarini birdan so'zlab o'tay. Masalan, bizda hurmatli xonim deymiz, xonim, ha? Xonim degan xat munda yozildi qarindoshlar. Boshqa oxir a, xa, ne, e, askin oxir me, ha? Xonim. Xonim deb yozildi. O'qigandimi xonim deb o'qiymiz. Ammo ba'zi qarindoshlarimiz xonum bo'lib qolyapti. Xonum deb yozyapsizlar. Xonum deb yozyapsizlar. Bu xato. Ma'vu to'g'risi. Ha? Xonim deymiz, xonum emas, ha, xonum emas. Yana birisiga yana bir so'zimizga bayram. Bayram. To'g'risi, bayramning to'g'risi qaranglar ma'vu. Bosh B, oxir A, bosh Y, bay. Mana. Bayram. Bayram deymiz. Ha? Bayram deymiz. Bunu bayram demeymiz. Ma'vu to'g'risi qarindoshlar. Bayram. Bayram emas. Bayram emas. Ha? Bayram. Ma'vu bayram. Bayram degan xato buningda. Endi yana birsiga nima? Jamiyat. Jamiyatni jamiyat deb yozmizga, j bilan. J bilan yozmaymiz. Jamiyat deganni mundaq yozamiz mana. Bosh jin yozamiz. C a bo'ldi. C mi jamiyat. Ma'vu to'g'risi qarindoshlar. Ma jamiyat degan to'g'risi. Jamiyat emas, ma emas. Bek qattiq diqqat qilinglar shunga. Jamiyat emas. Jamiyat degan yozilgani xato. Jamiyat oldu. Jamiyat olmaydı bu bir. Jadid. 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 Jadid emas. Bunda yazılmaydı. Jadid. Jadid emas. Ma'vu xato qarindoshlar. Jadid emas. Bir. Masalan, Z degan harf bilan J tavushininki o'qilishi qat'iy o'xshamaydi. Qat'iy o'xshamaydi. Buningda Z harfi zambil,
Zeynep, Zengi, Zembil degan harflar keldi. Z harfi. Z harfi shunday keldi. J harfi jurnal, marajon, tamujna, mana J kelyapti. Tamujna deganda aşı J ni ishlatamiz masalan mana. Mavu qarindoshlar, mavu mana Z. Ma bo'lsa J. Zembil, Zeynep degan nimazi keldi. Tamuj degan nimazi kelyapti. Tamujna, marajun degan kelyapgan şey. Buni shu odat gaplarda kamaydi bu. Buni bilib olinglar. Manajat bir sat yozib ketib ostiga yozgan siri. Ma xato dedim mi? Tunca. Bu. Mush ikkisining farqini, unga mush xonim, mushlarni tozı bir-birisiga selishtiringlar. Men xato degani xato deb unutinglar, to'g'ri degani to'g'ri deb qolinglar, chiqib qo'yinglar. Yana birisiga bizning eng qiynalayotgan yerimiz ne deganda bosh eni qanday yerda yozimiz? İki tal baş i ba mesela i bo'lsa, nedim ba, nima edim ba, idim ba. Baş kelgan mana baş ening ikkisi mundaq qo'y qarindoshlar. Birisi mana mundaq. Mavi i, i. Endi yana birisi mana mami i. Shundaq qo'y. Ma eni boshda kelganda ishlatamiz. Boshda kelganda masalan men idim. Mesela memeye yazayım. Bir patmağı da tutamda. Meyini uçurup yazayım. Men idim deganda mana muayyin yazımız. Endi ahir D mana endi yana ma baş uningdan keyin ahir me qarindoshlar edim mana ma biz o'rgangan bosh qarindoshlar mavu bu ahir D qarindoshlar mavu yana bosh qarindoshlar ma bo'lsa ahir me biz o'tgan bundaq ahir meti. Mana mushta o'g'lim. Sizlar ma birinchi qitim kelganda edim deganga ma en ishlasanglar olmaydi. Nurg'un qarindoshlarimiz mana edim degan bo'lsa, masalan, dim deb mundaq yozyapti. Bu kamaydi bu yerda qarindoshlar. Shundaqmi bu kamaydi. Mana mush eni yozsizlar. Edim deganda. Ondan keyin mana ma eni mana mushdan keyin ulun beshidan hech qanday ulanmaydi, oxirdan ulundu. Mush o'ttirlarda kelgan vaqtida ishlatamiz buni. So'z o'ttirlarda, jumla o'ttirlarda kelgan ishlatamiz buni. Buni bir bilib olinglar. Ondan keyin nimada talaffuzni men dedim. Ondan keyin biz ataqlıq adamlarimizni, nayt obro'yliq adamlarimizni atgan vaqtimizda uni ma'lum sifatlardan ataymiz. Masalan, men O'tkir efendimni demoqchi bo'lsam, Uyg'urlarning otisi deyman ba'zida, xuddi men atalik Uyg'ur. Ba'zida Uyg'urlarning ataqlıq shoiri va yozuvchisi deb sifat bilan deyman. İlk O'tkir degan adamga, ilk O'tkir degan adamning-chu demaymiz. Bu hurmatsizlik bo'ladi. Bu yerdagi ya'nisa Abdurahim O'tkir deyishimiz kerak. Ya'nisa uning sifatlarini berishimiz kerak. O'tkir degan Abdurahim O'tkirning O'tkir taxallusi. Nayt aqlliq, tez,
Qalimini aytdi, o'tkir bo'lganligi uchun bu Abdurim O'tkirga xalq tarafidan berilgan bir in'om yoki taxallus bu. Taxallus. Shuning uchun o'tkir degan, haqiqatan o'tkir, taxallusga loyiq o'tkir. Buni bir deb qo'yay. Yana Uyg'urchada birisi bizga nurg'un ishlarni qilib bersa, bek xo'shib ketgan bo'lsak, odatni amaliy osham biz oshqizolmaydigan ishlarni qilib berganda biz nima deymiz desa, sizga ko'pdan ko'p rahmat deymiz. Ko'pdan ko'p rahmat deymiz. Hargiz cho'ng rahmat demaymiz. Uyg'urchada cho'ng rahmat degan so'z yo'q, ishlatmaymiz. Ko'pdan ko'p rahmat deymiz qarindoshlar. Ko'pdan ko'p rahmat deymiz. Bugun endi men o'zim uchirganlarim shu. Uchirganlarim shu. Sho'ng'ashqa endi mushlarni bir aqir deb qo'ydim. Esinglar tutinglar. Eng oxirida bu muhit uzrab ketadigan o'xshaydi. Eng oxirida biz nima topqa ob'yam dedim-ku deyman. Boshda kirganlar bor, o'ttirda kirganlar bor, oxirda kirganlar bor. Shung ba'zi harflarning yezilishida, ulinishida biroz nima tinavatadi. Shunglashqa men yana 8 so'ziq tovushning 5dan tortib do'stga yezib, shularga bir jumla tuzib uguninglar degan niyatga keldim planimda. Masalanga A'ning 4 xil shakli bo'lsa, 4 xil shaklini ishlatib turib jumla tuzadigan. Masalan, A'ning 4 xil shakli bor deb qarindoshlar. Bosh A, oxir A, oxir A, ulanma A, ulanma A, undan yalğız A. Mana mushu harflarga A'ning 4 xil shakli bor-ku, mush 4 xil shakliga bir taldan so'z tuzib kelaylik. Jumla emas, faqat so'z tuzsanglar bo'ldi. Men hozir misol uchun bir ikkini tuzib beray. Masalan, A'ning birinchi bosh A'ga men ot deb tuzsam, mana qaranglar. Ma baş A'ni işiltime. At. Ama bunun aqısı ulunduğun hiç nesi yok. Kendim yani harf yok. Fakat T var. Şunun için ben T'ni yazmam da qılıp bunu. Yalğız T'ni qarindoshlar. At oldu. Ben ma A'ni işlettim. Endi ma axir işni. A'ni işiltey. Axir A'ni men ana deb yazay. Yani baş A'ni işiltey. Baş A'ni işiltey. Ana. Baş ne? Axir A. Ana. Mana men ma axir A'ni işlettim. Endi ma ulanma A bek cihyaları kemaydi. Ama biraz murakkab kelishi mumkin sizlarga. Hozir men shuni ko'z tutib qo'yma. O'zinglar shuni qarab va qanday yerda kelganlar qo'llanlar tutsin. Endi miyada ma ulanma A'ni. Ulanma A qanday vaqtda keldi desa, men ma un alg'u degan yozib boqay. Üzümdeki ü. Ne? Ün oldu. Algı degende mana muşu ulanma. Ulundu degen gapni zaten ulunudu degeni bilimiz hemmimiz. Bunun ma aqısından emas, aldı tarafından ulundu. Ma bu nening ma tarafından ulundu. Emsa bu ikkisini olaymiz. Mana ma qo'lini meydan akilimiz, ma tishni meyga chiqirimiz, unga mayoq tortimiz, unga A'ning ma sizig'ini chiqirimiz, unga meyaga hamza belgisini qo'yamiz. A, endi mush bütün bir A yazdıqda, neyin A yaz. Al başlayan yazımız. Al gu. G'ni xeyli yaxshi o'rgandinglar deb qarayman, men jiq yozdik buni. Al gu. Al gu desek mana ama nima keladi? Ma'ni ishiltalaymiz. Endi yolg'iz A'ni ishiltay. Yalğız A'da men dada degan ishiltay. Dada degan so'zni tuzay. Yalğız de, yalğız A,
yani yalğız D, yani yalğız A. Hiç qaysı bir-birisiga ulanmaydı. Diqqat qildinglarmı? Mana baş D yoki yalğız D qarindoshlar, yani yalğız A, mana uniki yalğız D, yalğız A. Dada. Demek men hazır muş 4 xil şəklini, mana 4 xil şəklini balalar. Mana. Muşu 4 xil şəklini işiltib men 4 tal söz düzdüm. Sizlərmi muşunun 4 xil şəklini, 4 xil şəklidən 4 tal söz düzüb kelinglar. Söz düzüb kelinglar. Bu ama dərsdən sırtı tapşırıqlar bolsun. Aralıqlarda boş qalmanglar. Yeni kirganlar üçün yana faydası var. Sizlərə diqqət qılыңlar. Əmsə mən yəni başqa hər bir hərflərni hər bir saatda təyinat qetib dərs qılıb ötümə şunu diqqət qılsanglar boldu. Əmsə dərsimiz müşahiç olsun qarindaşlar. Yəni bir qətim dərs görüşəyli. Xoş.